Ayollar bo'yicha O'zbekiston futzal terma jamoasining jahon chempionatiga chiqa olmasligida ko'pchilik sizni aybdor qildi. Aytib o'tganimdek, bu shaxsiy masala. Ishonamanki, jahon chempionatiga chiqa olamiz. Ha, menimcha ham ayollar futbolida eng muhim omillardan biri erkinlik. Deyarli barcha jamoalarda maydon holati achinarli edi. Demak, sizning bu boradagi tanishlaringiz yaxshi ishlamas ekan. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Kanalimizda intervyular seriyasi davom etadi. Bugungi mehmonimiz O'zbekiston ayollar terma jamoasi bosh murabbiyi Katerina Kulbitte bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni studiyada ko'rib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Men ham bundan xursandman. Taklif uchun rahmat. Odatda xorijlik mutaxassislar biz yurtimizga kelganda o'zlari bilan o'zlarining murabbiylar shtabini ham olib kelishardi. Siz bilan bunday holatni ko'rmadik. Buni xohlamadingizmi yoki bu UFA qo'ygan talabmidi? Ha, to'g'ri. Odatda xorijdan kelgan murabbiylar shunday qilishadi. Ammo men O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi bilan bir o'zim kelishga va O'zbekistonda o'zbekistonlik mutaxassislar bilan yangi shtab tuzib, ular bilan terma jamoani boshqarishga kelishganman. Meni bu yerga kelishimda asosiy maqsad terma jamoani kuchaytirish, mahalliy murabbiylar bilan ishlab, ularning malakasini oshirish ham rejamizda bor. Siz O'zbekiston milliy terma jamoasi murabbiyligidan tashqari UFAda ham ma'lum bir tizimda faoliyat olib bormoqdamisiz? Sababi sizni turli UFA tadbirlarida speaker sifatida ham ko'ryapmiz. Men faqat O'zbekiston ayollar terma jamoasi bosh murabbiyi sifatida faoliyat olib boryapman. Siz aytayotgan o'sha har xil tadbir va festivallarda qatnashishimdan maqsadim faqat rivojlanish. Ularga yordamim tegayotgan bo'lsa, men bundan benihoya xursandman. Men bu yerga o'zbek futboli rivojiga hissa qo'shish uchun kelganman va shuni harakatiga bilan siz aytgan tadbirlarda yuribman. Shuningdek, bunday tadbirlarda ishtirok etish futbol odamlariga meni yaqinlashtiradi. Men tadbirlarda ular bilan tanishib, kerak holatlarda o'zaro bilimlarimizni almashib yuribman. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tadbirlarida ishtirok etishim bu faqat o'zimning xohishim bilangina amalga oshayotgan hodisa. Endi sizga ayollar futboli bo'yicha umumiy bir savol bermoqchiman. Amerika Qo'shma Shtatlari mamlakati erkaklar futbolida top 15 talik mamlakatlar qatoriga ham kirmaydi. Lekin ayollar futbolida bir necha yildirki jahonning birinchi raqamli terma jamoasi bo'lib turibdi. Umuman ayollar futbolining rivojlanishiga sharoitlardan tashqari yana qanaqa omillar kerak bo'ladi? Va aynan Amerika Qo'shma Shtatlari nimani hisobiga ayni vaqtda dunyoda yetakchi? To'g'ri aytasiz. Amerikada futbol erkaklar o'rtasida ham, ayollar o'rtasida ham birinchi raqamli sport turi emas. Lekin ularning futbolni rivojlantirish sistemasi ancha pishiq ishlangan. Ularda kollej va universitetlar ligalari mavjud. Bu pro futbolga katta zaxira degani. To'g'ri, futbol Amerika aholisi o'rtasida katta qiziqishga ega o'yin emas. Ammo yuqori aytgan tizim juda yaxshi ishlayotgani uchun Amerika dunyoda yetakchi bo'lib turibdi, menimcha. Umumiy ayollar futbolini rivojlantirish uchun nima desak bo'ladi? Moliyaviy masalalar yokida aynan shunday tizimli ishlardan tashqari ham kerakli omillar bormi? Aytaylik, erkinlik masalasi. To'g'ri, bu narsa ham muhim rol o'ynaydi. Biz hozir O'zbekistondamiz va albatta bu borada ishlayotganda jamiyatning an'analari bilan hisoblashamiz. Ha, menimcha ham ayollar futbolida eng muhim omillardan biri erkinlik. Solishtiradigan bo'lsak, siz aytayotgan amerikalik ayol futbolchilarning maydondagi umrlari uzunroq. Ular 30 yoshdan keyin ham faoliyatini davom ettirishadi. Bizda esa ko'plab qizlar 27, 28 yosh atrofida ma'lum sabablarga ko'ra faoliyatini yakunlashadi. O'zbekiston ayollar terma jamoasining sobiq bosh murabbiyi Nidora Xonda o'z intervyularining birida O'zbekistonda ayollar futboli Yaponiyanikidan 100 yil ortda deb aytib o'tgan ekan. Siz bu fikrga qanday qaraysiz? Aytaylik, O'zbekiston ayollar futboli Yevropanikidan qancha ortda? Ha, albatta, tan olishimiz kerak. Katta farq bor. Ammo biz rivojlanayotgan O'zbekistonni ushbu mamlakatlar bilan taqqoslay olmaymiz. O'zi shunday ham Yevropa va Osiyoni o'zida farqlar mavjud. Yevropa bizdan ancha oldinda, lekin Osiyo mamlakatlarida ham ancha o'sish kuzatilmoqda. Asosiysi ishimizda o'zimizni kim bilandir taqqoslashimiz emas, bizning keyingi rejalarimiz, keyingi qadamlarimiz qanday ekanligi. Yevropa bilan taqqoslasak, moliya
moliyaviy, madaniy tomonlama teng bo'lmagan omillar mavjud. O'zbekistonga kelib, mamlakat ayollar futbolida jiddiy o'sish kuzatilayotganligini ko'rdim. Muhimi endi shuni davom ettirish. Men bu mamlakat bilan dastlab 4 yil oldin Turkiyadagi xalqaro turnirda tanishganman. O'shanda menda O'zbekiston ayollar termasi ancha yaxshi taassurot qoldirgandi va mana endi menga nasib qilgan ekan, ushbu jamoa bilan birga ishlamoqdaman. Endi biz milliy chempionatimiz haqida gaplashsak, bizga yaxshi ma'lumki, doimo yurtimizga chet eldan murabbiylar kelsa, ular bizdagi maydonlar sifatini doimiy ravishda tanqid ostiga olishgan. Tan olib aytishimiz kerakki, ayni vaqtda ayollar oliy ligasi bo'layotgan maydonlarimiz chindanda achinarli holatda deyishimiz mumkin. Ha, albatta, menda ichki chempionatga bo'lgan qiziqish yuqori. Maydonlarning holati har doim klublarga borib taqaladi. Misol uchun, Sevinch klubi o'z maydonini juda yaxshi tayyorlagan va u yerda hammasi joyida. Bunyodkor jamoasining maydoni sifati ham chakka emas, lekin fikringizga qo'shilaman. Chindanda boshqa klublarda maydon holati achinarli holatga kelib qolganlari ham bor. Hozirda havo harorati ancha issiq bo'lganligi uchun maydonlar holati ancha yaxshilangan. Ammo yil boshida deyarli barcha jamoalarda maydon holati achinarli edi. Ayollar bo'yicha O'zbekiston futzal terma jamoasining jahon chempionatiga chiqa olmasligida ko'pchilik sizni aybdor qildi. Boisi O'zbekiston ayollar futzal terma jamoasi 2 yildan oshiq vaqt mobaynida jahon chempionatiga yo'llanma beruvchi Osiyo Kubogi musobaqasiga tayyorgarlik ko'rgandi. Lekin so'nggi lahzada eshitishimizcha, aynan sizning ruxsat bermaganingiz sababli asosiy tarkib o'yinchilarimiz musobaqaga bora olishmabdi. Aynan nega bunday qaror qabul qilganingiz haqida aytib bera olasizmi? Ayollar futbolini chuqur bilmagan odamlar shunday deyishadi menimcha. Ular bunday qarorlarni tushunishmaydi. Aytganimdek, biz keyingi qadamni qayerga bosayotganimizni bilishimiz kerak. Xo'p, bizda futzal bo'yicha ayollar terma jamoasi bor, lekin uni yaxshi holatda ushlab turish uchun ayollar futzali ligasi ham bo'lish kerak. Bilasiz, futzal terma jamoasining barcha sportchilari pro futbolchilar hisoblanishadi. Endi biz anglab yetishimiz kerak. Bizga ayollar futzal terma jamoasi kerakmi? Kerak bo'lsa, faqat galochka uchun emas, kelajakda qo'lga kiritilajak yaxshi g'alabalar uchun futzal ligasini tuzish kerak. Futbolchi qizlar har ikki musobaqaga bir xil e'tibor va energiya sarflasha olmaydi. Anglab yetishimiz kerak. Bo'lgan yagona narsa bor. Bu odam ikkita quyonni barobar qulay olmaydi. Agar shunday bo'lsa, birortasiga yeta olmaydi. Siz bilan shartnoma tuzilayotgan paytda aynan federatsiyadagilar bu haqda sizni ogohlantirishganmidi? O'zbekistonga tashrif buyurganimda birinchi ko'rgan o'yinim yanvar oyida bo'lib o'tgan futzal bo'yicha Osiyo chempionati saralashi edi. O'shanda men maydondagi futzalchilarni ko'rib hayron qolganman. Ichlarida juda mahoratli ijrochilar bor edi, lekin ularning ko'pchiligi futbolchi ekanini keyin bilgandim. Men O'zbekistonda ayollar futboli va futzali bir ekanini bilardim xolos. Bu menga normal holatdek tuyulgan. Boisi ko'plab mamlakatlarda ham tizim shunday. O'zbekistonga kelgan musobaqalar jadvali bilan tanishdim va ba'zan futbol va futzal terma jamoalarining yig'ini yoki musobaqalari bir-biriga parallel ravishda bo'lishini bildim. Bu albatta har ikki jamoa uchun noqulaylik edi. Men o'shanda o'zim uchun qaror qilganman. Futzal va futbol alohida bo'lish kerak. Biz ayollar o'rtasidagi Osiyo Kubogi o'tib ketgani bois har xil gaplar ayta olamiz. Bu o'yinchi borsa, bu bo'lardi, bu o'yinchi borsa, bu bo'lardi deb, biroq balkim teskarisi ham bo'lishi mumkin edi. Buni oldindan aytib bo'lmaydi. Meni noto'g'ri tushunmanglar. Men futzalga qarshi emasman. Umumiy qilib aytganda, men bu yerda ayollar futboli rivoji uchun mehnat qilyapman. Yaqinda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining ayollar futboli bo'limi o'zining yaqin 5 yillikdagi strategiyasini ommaviy axborot vositalari orqali hammaga ma'lum qildi. Va bunda bir qator yaxshi g'oyalarni ko'rdik. Lekin uni amalga oshirishda, ana ijrosini ta'minlashda nimalarga ahamiyat qaratilishi meni qiziqtirdi. Bevosita bir jumlaga e'tiborim tortdi, bir jumla. Ya'ni kim aytilyaptiki, ayollar futbol bilan shug'ullanishini qo'llab-quvvatlovchi va xavfsizlik, aynan mana shu narsani xavfsizligini ta'minlovchi muhit yaratish degan sarlavhaga ko'zimiz tushdi.
aynan mana shu narsani ijrosi qanday ta'minlanadi sizning fikringizcha? Ha, to'g'ri ta'kidladingiz. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining yaqin 5 yillik strategiyasida bu haqida ta'kidlab o'tilgandi. Ma'lumki, O'zbekiston ayollar futbol rivojlanish bosqichidagi narsa. Bu federatsiyadan yaxshigina qo'llab-quvvatlashni talab qiladi. Ya'ni kim qizlarni yosh paytida to professional darajaga yetgunga qadar nazoratda ushlashimiz va qo'llashimiz zarur. Klublarning ular oldidagi burchlarini bajarishda yordamlashamiz. Ular o'ziga kifoya qiladigan darajada maosh olib turishlarini ta'minlashga nisbatan harakat ham bunda nazarda tutilgan. To'g'ri, assotsiatsiya hamma narsani nazorat qila olmaydi. Oxirgi so'z baribir klublarda qoladi. Ammo biz ularga to'g'ri yo'nalish berishda katta yordam bera olamiz. Shuningdek, yaxshi muhit yaratish deganda ma'lum sabablarga ko'ra faoliyatini erta tugatgan va umuman pro futbolchi bo'la olmagan qizlarni futboldagi boshqa sohalarga yo'naltirishni nazarda tutamiz. Aytaylik, ular keyinchalik murabbiy sifatida faoliyat yuritishi yoki hakam bo'lishi va balkim futbol tizimida faoliyat yurituvchi mutaxassisga aylanishlari mumkin. Shu orqali ularni sevimli ishida qolishlariga yo'l ochamiz. Bu futbolni rivojlantirishdagi eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Siz aytgan bandda aynan shular nazarda tutildi. Amalda nimalar qilinishiga yaqin yillarda barcha guvoh bo'ladi. O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan 4 ta yig'in o'tkazdingiz hozirgacha va yaqinda bizni muhim saralash bosqichi o'yinlari kutib turibdi. Jamoamiz musobaqaga qanchalik tayyor ayni vaqtda? Biroz adashdingiz, 4 ta emas, 5 ta yig'in o'tkazdik. Birinchi navbatda buning uchun O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi rahbariyatiga minnatdorchilik bildiraman. Ular bu yig'inlarni tashkil etishda va xalqaro musobaqalarda ishtirok etishimizda katta yordam berishdi. Biz Toshkentda, Dubayda, Hindiston va Xitoy mamlakatlarida o'z yig'inlarimizni o'tkazdik va har yig'inda yaxshi saviyadagi jamoalar bilan o'rtoqlik o'yinlarini o'tkazdik. Ulardan yetarli darajada unumli foydalana oldik. Saralashga 100% tayyormiz deya olaman. Aynan bu saralash bosqichida biz Nepal, Laos kabi mamlakatlarga qarshi o'ynaymiz. O'zi ayollar futboli haqida video materiallar topish qiyin masala. Endi Laos, Nepal kabi davlatlar haqida gap ketsa, undan ham qiyin bo'lib ketadi bu masala. Buni iloji bo'lyaptimi yoki biz raqibni o'rganmasdan o'zimizning o'yinni targ'ib qilgan holda o'ynaymizmi? Demak, sizning bu boradagi tanishlaringiz yaxshi ishlamas ekan. Yo'q, biz o'z raqiblarimiz haqida yaxshi ma'lumotga egamiz. Chunki bizda ularning so'nggi o'yinlaridagi video nusxalari bor. Misol uchun, Shri Lanka so'nggi Saudiya Arabistoni bilan o'ynadi. Laos va Nepal esa so'nggi bahslarni Tailand, Qirg'iz Respublikasiga qarshi o'tkazdi. Bu o'yinlarni bizda video tasmasi mavjud. Biz o'z murabbiylar shtabimiz bilan bu jamoalarning o'yinini tahlil qilmoqdamiz. To'g'ri, bu muhim narsa. Raqiblarimiz bizga nimalar taklif qila olishini bilishimiz zarur. Ammo undan ham muhimrog'i bu o'zimizning o'yinimiz. Biz o'z kuchimizga ishonishimiz kerak. Birinchi navbatda o'zimizni ko'proq tahlil qilib, o'zimizni ko'proq rivojlantirishimiz lozim. O'zbekistonda faoliyat boshlaganingizga qariyb yarim yilga yaqin vaqt bo'ldi. Shu vaqt mobaynida o'zbekistonlik futbolchilar haqida yaxshigina ma'lumotlarga ega bo'ldingiz deb bemalol ayta olamiz. So'nggi yillarda o'zbekistonlik futbolchi qizlar ham legioner sifatida xorij klublarida o'ynashmoqda. Aynan siz ayni vaqtda O'zbekiston Oliy Ligasida o'ynayotgan yana qaysi qizlarni Yevropa klublarida o'ynab keta oladi deb aytgan bo'lardingiz? Very good question. Boshida ta'kidlab o'tganimdek, O'zbekiston nafaqat erkaklar futbolida, balkim ayollar futbolida ham katta potensialga ega mamlakat hisoblanadi. O'zbekiston Oliy Ligasida legioner maqomini olishi mumkin bo'lgan futbolchi qizlar ko'p. Ularni bugunning o'zida Yevropa klublariga jo'natsangiz, bugunning o'zida o'ynab keta olishadi. Odatda ularga takliflar ham bo'lib turadi, ammo ko'p qizlar o'z xohishlariga ko'ra chet el klublariga o'ynashni istashmayapti hozircha. Sizga bir narsani ochiq ayta olamanki, dekabr oyida terma jamoamizning qator vakillariga siz aytgan mamlakatlardan takliflar bo'ldi. Ammo qizlar legioner bo'lishni xohlashmadi. Bu ularning shaxsiy tanlovi. Buni hurmat qilaman. Ammo ular xorij ligalarida ham o'ynashsa, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Sababi xorij tajribasi katta narsalarni anglatadi va terma jamoamizga ham katta foyda bo'ladi. Aniq nomlar bilan ayta olasizmi? Qaysi o'yinchilarga taklif bo'lgandi?
Aytib o'tganimdek, bu shaxsiy masala. Bu yerda futbolchilardan tashqari klublar manfaatlari ham bor. Shu sabab ochiqlab o'tishni xohlamagan bo'lardim. Lekin ishoning, chindan-da dekabrda bir emas, bir nechta futbolchilarimizga takliflar bo'ldi. Buni balkim futbolchilarni o'zlari ochiqlashar. Yaqin 4 yil ichida bizni juda muhim musobaqalar kutib turibdi. Osiyo chempionati, Jahon chempionati va Olimpiada o'yinlariga ham harakat qilishimiz haqida O'zbekiston futbol assotsiatsiyasida gaplar bo'ldi. Sizga O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi aynan qanday vazifalarni qo'ygan yaqin 5 yil davomida? Federatsiya oldimizga katta vazifalarni qo'ygan. Birinchi navbatda futbolni sifatini oshirish, terma jamoa miqyosida. Biz bilamizki, futbolda tasodiflar ko'p bo'ladi. Aytaylik, ma'lum jamoa bir marta jahon chempionati yoki olimpiada o'yinlariga tasodifiy ravishda chiqib qolishi mumkin. Bizning maqsadimiz katta musobaqalarga tasodifiy ravishda chiqish emas. Biz chiroyli va sifatli o'yin bilan haqli ravishda katta musobaqalarga chiqmoqchimiz va bu narsa stabil ravishda davom etishi kerak. Bu yog'iga hech qaysi jahon chempionati yoki olimpiada musobaqalari bizsiz o'tmasligini maqsad qilsak to'g'ri bo'ladi. Bilamizki, hozirgi kunda OFK va FIFA saralash bosqichlari o'zgardi. Endilikda Osiyodan 6 ta jamoa jahon chempionatida to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etadi va yana 2 ta jamoa qit'alar aro play-offlar orqali musobaqalarda qatnashish huquqiga ega bo'ladi. Bu katta imkoniyat degani. O'sha bosqichlargacha biz o'z o'yinimiz sifatini oshira olsak, jahon chempionatiga ham olimpiadalarga ham chiqish imkoniyatimiz ko'payadi. Lekin bir narsani aniq aytaman, asosiy maqsad futbol sifatini oshirish, katta chempionatlarga tasodifiy emas, loyiq holda chiqib borish. Qanchalik ishonasiz keyingi jahon chempionatida qatnasha olishimizga? Men va jamoyim jahon chempionatiga chiqa olishimizga ishonamiz. Ishonmaganimda bu yerga kelmagan bo'lardim. Lekin bilasiz, jahon chempionatiga chiqish yo'lida ko'plab muammolar bo'lishi mumkin. Qur'adan tortib jarohat va diskvalifikatsiyagacha. Lekin FIFA bizning mintaqaga kvotalarni ko'paytirdi va bu orqali bizning imkoniyatlarimiz ko'paydi. Ishonamanki, jahon chempionatiga chiqa olamiz. Endi bu savol emas, taklif. Agar O'zbekiston ayollar terma jamoasi jahon chempionatiga chiqsa, dastlabki intervyuni bizga bera olasizmi? Albatta. Men bunga va'da beraman. Kattakon rahmat. Endi bugungi suhbatimizning so'nggi savoliga o'tsak bo'ladi. Mana saralash o'yinlariga oz fursat qoldi. Agarda o'zbekistonlik futbol muxlislariga murojaatingiz, gaplaringiz bo'lsa, bemalol aytib qolsangiz bo'ladi. O'zbek xalqi futbol bilan yashaydi. Hozirda O'zbekiston futbol muxlislari bayramona kayfiyatda. Fursatdan foydalanib, muxlislarni azaliy orzular amalga oshib, terma jamoa jahon chempionatiga yo'l olgani bilan tabriklayman. Hammangizni Bunyodkor stadioniga terma jamoamizni qo'llab-quvvatlash uchun taklif qilaman. Biz ham ushbu yurt terma jamoasimiz. Biz ham o'sha bayroq uchun, biz ham o'sha gerb uchun, biz ham siz aziz muxlislar uchun o'ynaymiz. Shuning uchun juda xursand bo'lardik saralash o'yinlarida bizni kelib qo'llab-quvvatlasangizlar. Rahmat. Shu o'rinda do'stlar, bugungi suhbatimizni yakunlasak bo'ladi. Fursatdan foydalanib, bugungi suhbatimizda ishtirok etganliklari uchun O'zbekiston ayollar terma jamoasi bosh murabbiyi Katerina Kulbitaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Kattakon rahmat. Rahmat. Qadrli Sunreal Karolinish kanali kuzatuvchilari, keyingi suhbatlarimizgacha sog' omon bo'linglar.